Alloh taolo hammani mukammal qilib yaratgani. Mana shunaqa tanada, xuddi shunaqa a'zolar bilan yaralishingiz kerak ediki, sizga mana shunisi eng qulayi va eng xayrlisi shu ekanligini biz birinchi anglab olishimiz kerak. Boshqachasi bo'lishi mumkin emas. Qachonki biz tanamizga nisbatan isyonni, pretenziyani boshlar ekanmiz, bu degani meni yaratganga nisbatan isyondaman. Demakki, musavvir bo'lgan zot noto'g'ri yaratgan. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Kim biladi, men bilaman qanaqa bo'lishi kerakligini. Nima uchun qattan bilaman? Chunki unisi, birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, 10-chisi hammada ko'ryapman, boshqacha-da. A'zolari boshqacha, tanasi boshqacha. Men bilaman, ozg'in bo'lishi kerak. Standartlar ko'payib ketgan. Qanaqa standartlar? Mana sotsium bor bizda, to'g'rimi? Internetlar, Instagram ishlayapti. Tinmasdan o'sha manekenga o'xshaydigan, modelga o'xshaydiganlar chiqyapti. Hamma o'zini hayotini chiroyli ko'rsatyapti. Xuddi shunga o'xshagisi kelib va o'zini keyin nima qilishadi? Solishtirishadi. Nimadan solishtirishadi? Men qanaqadir boshqachaman. Aslida unaqa bo'lishim kerak degan fikrdan boshlanadi. Unaqa bo'lishi uni uchun vazifa va uni uchun xayr aslida. Bizga mana shu hozirgi holatimiz, hozirgi tanam menga o'zi meni proyevit qilish uchun yoki meni nima qilish uchun, ifoda qilish uchun berilgan. Ana shuni men agar qabul qilmaydigan bo'lsam, keyin bu yoqda boshlanaveradi. Bu yoqda muammolar kim bilan boshlanadi? Munosabatlarda boshlanadi, farzandlar bilan boshlanadi. Eng birinchi o'chirik o'zingiz bilan muammo boshlanadi. Tanada psixosomatik kasalliklar boshlanadi. Ana o'sha joydan biz tashqi dunyo bilan yashaydigan bo'lsak, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz.